Yolg'onchilik bu gunohi azim. Alloh qaytargan, payg'ambarimiz alayhissalom qaytargan gunoh ishlardan. Alloh taolo o'zining kalomida aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun." Sadaqallohul azim. Ya'ni ularning qalblarida kasallik bor. Bas Alloh taolo ularning kasalligini ziyoda qildi va yolg'on gapirganlari uchun ular uchun alamlik azob bordir deydi Alloh. Qarang, yolg'on gapirishlik qalbdagi kasallikdan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bir kuni so'radilar: "Mu'min kishi qo'rqoq bo'lishi mumkinmi?" Rasululloh javob berdilar: "Ha, bo'lishi mumkin." "Mu'min kishi baxil bo'lishi mumkinmi?" deb so'raganlarida payg'ambarimiz alayhissalom: "Ha, mu'min kishi baxil bo'lishi mumkin" deb javob berdilar. "Mu'min kishi yolg'onchi bo'lishi mumkinmi?" deb so'raganlarida payg'ambarimiz alayhissalom yo'q deb javob berdilar. Ya'ni mu'min kishi yolg'onchi bo'lishi mumkin emas. So'zlarini davomida aytdilarki, iymon bilan yolg'onchilik mu'minda hech ham jam bo'lmaydi deb qo'ydilar. Yolg'onchilik insonni halokatga olib borar ekan. Albatta mu'min kishi bundan o'zini ehtiyot qilmoqligi kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomni boshqa bir hadis shariflarida munofiqni alomatlarini sanab o'tib, yolg'on gapirishlik munofiqning alomatlari deb o'tganlar. Demak, mu'min kishi yolg'on gapirishlik bilan Parvardigorimizni g'azabiga uchrar ekan, iymoniga zarar yetkazar ekan. O'zgalarning oldida obro'sini to'kar ekan va alal oqibat halokatga uchrar ekan. Hozirgi kunimizda aynan mana shu bugungi eslatilayotgan mavzu dinimiz ta'limoti, payg'ambarimiz alayhissalomning nasihatlari biz uchun juda ham muhim bir mavzulardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Negaki ko'cha-ko'yda yurganimizda, bozordagi savdo sotig'imizda aynan mana shunday illat, ya'ni yolg'onchilik odat ustiga kirib qolgan holatga ko'p guvoh bo'lib turibmiz. Mu'min mu'minni aldashligi, tavlamachilik qilib uning haqqiga tajovuz qilishligi tobora avj olib, borgan sari odatiy holatga aylanib bormoqda. Shuning uchun biz mana shu narsani eslatib qo'ymoqchimizki, har bir narsaning hisob-kitobi bor. O'ylamang, yolg'on gapirgan vaqtimda meni birov bilmadi, aldaganimni hech kim sezmadi deb fikr qilmang. Alloh har bir narsadan xabardor zot. Har bir amalimizni ko'rib bilib turibdi. Inson yolg'onchiligi bilan mana shu dunyoni o'zida ham sharmanda bo'lib qolar ekan va qiyomatda ayanchli bir holatga tushar ekan.